Nechta o'zbekistonlik bugungi kunda Kanada hududida yashaydi, bilasizmi? Nechta O'zbekiston fuqarosi Kanada hududida yashashi bo'yicha eng so'nggi rasmiy statistika mavjud emas. Lekin 2020-yil rasmiy ma'lumotda 7000 dan oshiq o'zbekistonliklar Kanada hududida doimiy yashaydi deb ko'rsatilgan ekan. Umumiy ro'yxatga faqat O'zbekiston tug'ilganlar kiritilgan. Kanada hududida tug'ilgan va ota-onasi o'zbekistonlik bo'lgan bolalar va keyingi 4 yil davomida kirib kelganlar bu ro'yxatga kiritilmagan. Demak, ular soni bilan qo'shib soladigan bo'lsak, anchagina ko'p bo'lishi mumkin bu davlatda o'zbekistonliklar soni. Ya'ni student, ishchi yoki turist bilan yashayotganlar soni aniq emas. Ularni ham qo'shib soladigan bo'lsak, Kanada hududida O'zbekiston fuqarolari soni 15-20 ming atrofida bo'lishi ehtimoli yuqori. Xo'sh, qayerda o'zbekistonlar ko'proq yashaydi? Asosan Toronto va uning atrofidagi shaharlarda yashaydiganlar soni 5000 dan ortiq. Keyingi o'rinlarda Montreal, Vancouver, Calgary, Ottawa va Edmonton turadi. Kanada hududida O'zbekiston elchixonasi yoki konsullik mavjud emas. Kanadada yashovchi fuqarolarimizga konsullik xizmatlarini AQShda joylashgan O'zbekiston elchixonasi ko'rsatadi. Buning asosiy sababi Kanadada yashayotgan yurtdoshlarimiz soni AQShga qaraganda kamroq ekanligidir. Chunki qo'shni davlat AQShda yashaydiganlar o'zbeklar soni 100 mingdan ortiq deb aytiladi. Buning asosiy sababi Kanadada Green Card lotereyasi mavjud emas. AQShga esa yiliga minglab yurtdoshlarimiz Green Card bilan kelishadi. Kanadaga kirish avvaldan qiyin bo'lgan edi yurtdoshlarimiz uchun. Shukrki, oxirgi 2-3 yil ichida ayniqsa pandemiyadan keyin darvozalar ancha ochildi. AQShda joylashgan O'zbekiston elchixonasi vakillari yiliga 1-2 marta Kanadaga kelib, yurtdoshlarimiz uchun konsullik xizmatlarini ko'rsatib ketishadi. Lekin yaxshi xabar shundaki, 2026-yilda o'zbekistonliklar uchun Kanadada maxsus alohida elchixona ochilishi ehtimoli ham bor. Qachondir Kanada ham xuddi AQSh kabi Green Card lotereyasini joriy qilarmikan, nima deb o'ylaysiz?